Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun vabo to'g'risida yangi andishlar degan temada qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Yaqindan buyon ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab o'zlarininki vaboga bo'lgan andishlarini o'tirib qo'yishdi. Ularning asosli savollari bu dunyo miqyosida oz to'la besqilayotgan bu vabo yana qayta ig'irlashib ketami? Har qaysi davlatlarninki bu vaboga qarshi ilib borgan siyosatlarda cho'ng o'zgarishlar bo'larmi? Vaksinaninki bu yangi o'zgarayotgan virusga qarshi unumi tuvallab ketami? Yana bu vabo qancha uzun davom qilar? Qachon qutlaymiz degandagidek bir qator savollarni so'rab, o'zlarininki ba'zi andishlarini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Men shularga javoban bugun bu vabo to'g'risida tug'ilgan shu yangi andishlarga qandaq muomala qilish kerak? Bu andishlarning qaysilarining asosi bor, qaysilarining asosi yo'q? Zodi biz qanchalik andish qilishimiz kerak yoki bo'lmasa bu vaboninki bizga ilib kelgan tahdidlari qanday bo'ladi degan mazmunda ozroq o'zimninki tushanchisini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Yaqindan buyon bu xabarlarda haqiqatanmi shu oz to'la yaxshi kontrol bo'lgan bir qism davlatlarda va aslida uncha ig'ir bo'lmagan ba'zi davlatlarda bo'libmi bak vaksina emlash ahvoli uncha yetarli bo'lmagan ba'zi davlatlarda bu kasal qaytadan ig'irlashib ketdi. Amerikadami vaksina 12 oyninki o'rtalardan tortib emlashga boshlangan bo'lib, Amerika nufusininki 50% atrofida odamning vaksina emlanishi bilan qolganlarninki bu vaksinaga qarshilik ko'rsatishi kundan kunga ig'irlashib, Amerikada aslida xilil yaxshi kontrol bo'lgan vabo shu vaboga qarshi ba'zi siyosatlarninki qo'yib o'tilishi, ya'ni cheklamalarninki qo'yib o'tilishi sababidan bu vabo Amerikadami qaytadan ig'irlashib ketdi. 6 oyninki boshlarida bu vabo eng yaxshi kontrol qilingan bo'lib, ba'zi kunlarda Amerikada yangidan bayqalgan vabo 10 ming atrofiga tushgan bo'lsa, hozir kuniga 80-90 mingdan ko'paydigan ahvol shakllandi. Ba'zi mutaxassislarninki qarashicha oldimizdagi 8-9 oylarda kuniga 200 mingdan ko'payishi mumkin deb qaramoqda. Buning asosli sababi shu hozir vaksina emlamagan, ya'ni qilib qolgan 40%dan ortiq odamninki vaksinaga bo'lgan qarshiligi. Ham shundaqla hukumatninki aslida bu vaboga qarshi yurgizayotgan ba'zi siyosatlarda bo'shashning bo'lishi, ya'ni har xil so'rlarning qaytadan ichilishi, maska taqashga bo'lgan talabning tuvallishi natijasida bu vabo Amerikada qaytadan bosh ko'taryotidi. Undan boshqa dunyoning boshqa davlatlaridami ba'zi shunga o'xshab ketadigan ahvollar mavjud bo'libmi? Men yuqorida deb o'tgandagidek, aslida bu vabo uncha ig'ir bo'lmagan bir qism davlatlarda va yoki vaksina emlash ahvoli unchalik keng ko'lamda bo'lmagan ba'zi davlatlarda, masalan, Indoneziya deymiz, Tayland deymiz, degandagidek Afrikadagi ba'zi davlatlarda bu vabo ig'irlashib kundalik o'lab ketayotganlarning sonimi ko'payyotidi. Alayda ta'kidlab o'tishga arziydigan bir narsa nima degan vaqtida, garchi
bu vaba bilan yuqumlanganlarning soni ko'paysimi, lekin uning sababidan o'lib ketayotganlarning soni e, burunqidek undaq ko'p emas. Ya'ni e, kuniga Amerikada 70-80 mingdan ko'payayotgan bo'lsa-mu, lekin o'lib ketganlarning soni nisbatan nihoyatda oz, ya'ni 1%ga yetmaydi. E, O'tgan yil eng ig'ir bo'lgan vaqtida Amerikada o'lib ketish nisbati taxminan 8-9%ga yetgan bo'lib, hozir yangidan bayqalganlar bilan yangidan o'lib ketayotganlarniki nisbatlashtirgan vaqtida nihoyatda tuvan, ba'zi kunlarda 0,5% atrofida. Yana mundaqcha aytgan vaqtida bu kasallikka shu ig'ir kasal paydo qilish nisbati burunqidan ko'p yaxshi kontrol qilingan bo'libmi bak bu vaksina emlaganlarda garchi yuqumlangan taqdirdami, lekin ig'ir kasal bo'lmaydiganligi bo'libmi bak o'lib ketishdan saqlangan bo'lganligi ma'lum. Shundaqdimi hozir hukumatninki bu kasallikka kelgusi taraqqiyotiga qandaq bir siyosat qo'llanish, qandaq bir pozitsiyada bo'lish to'g'risida talash tortish xili ig'ir, o'xshamgan ko'z qarashlar bor. Mana bularning hammasi shu Amerikadagi shu vabaniki qaytadan ig'irlab ketganlik ahvoli va uningki shu yangidan tarqayotgan delta variant, ya'ni shu virusninki yangi turi bo'lgan delta turi sababidan Amerikadagi butun 50 shtatda bu vabaniki qaytadan ig'irlab ketganligi doklad qilingan. Amerika'nınki ko'p shtatlarda shu 6 oydan boshlab vaboga qarshi siyosatlarda zo'r o'zgarish bo'lib, maskaga nisbatan majbur qilmaslik, ya'ni taqash taqamas o'zining ixtiyori bo'libmi bak vaksina urganlar taqamasin bo'ldi deydigan siyosatlarni yurgizib kelgan. Yaqinda bu siyosatning ya'ni o'zgardiganligi, ya'ni mayli vaksina urib bo'lgan, urmaganlar bo'lsin, bular bak shu bino ichida, ya'ni to'ttimi va o'gisi va joylarning hammasida maska taqash majbur qilinganligi to'g'risida xabarlar bor. Bo'libmi bak 8 oyning oxiri 9 oyda o'qish boshlagan vaqtida maktablarda nurg'un jamoat o'rinlarining hammasida maska taqashni asliga keltirish, ya'ni talab qiladigan shunday xabarlar bor. Bundan qaragan vaqtidami shu vaboninki biroz kontrol bo'lishiga ergishib kelib chiqqan, ya'ni bu aslidagi vaboga ilingan tadbirlarning bo'shishi, anandan keyin insonlarniki bu vaboga nisbatan sal qarashi sababidan aslida biroz kontrol bo'lgan bu vaboniki qayta ig'irlashib ketish masalasi tamoman ehtimolligi tamoman mavjud. Buning asosli sababi men yuqorida o'tgandagidek shu birisi virusninki o'zgarishchanligidan bo'lsa, yana birisi shu vaboga qarshi vaksina udirishga insonlarniki o'xshamagan pozitsiyada tutishi, yana bir qism insonlarniki vaksinaga qarshi turishi sababidan bu vabo qayta ig'irlashish yuz beryotidi. Bu ko'rayotganlar ama shu vaboni keltirib chiqargan virusninki o'xshamagan turlari bo'lib, shu alfa, beta, gamma, delta degandagidek grip harfi bilan ifodalangan. Ya'ni bu aslidagi shu virusning o'xshamagan turlariga Dünya Səhiyyə Təşkilatınınki bir tutaş təşəbbüsü bilan bu grip harfi bilan nom berilgan bo'lib, hozir hamda shu nisbatan ig'roq bo'lg'ini
delta türü, uningdan boshqa kappa, lamida degan turlarmi ba'zi davlatlarda ig'irlashayotganligi ma'lum. Bu xil turlar yana ko'payishi mumkin, chunki bu vaboninki uzunga so'zilishi, ya'ni vaksina emlamagan odamlarninki ko'plab mavjud bo'lishi bu virusninki o'zini o'zi o'zgartirishga fursat yaratib berdi degan gap. Agarda bu vabo qisqa vaqt ichida kontrol bo'lsa, o'zini o'zgartirishga fursat ko'p bo'lmaydi. Lekin bu vabo qancha uzunga so'zalgan sari vaboni keltirib chiqargan virusning o'zini o'zgartirish fursati shuncha cho'ng bo'ladi, ham aslidagi vaksinaga unum bermaydigan ahvol kelib chiqishi tamoman mumkin. Hozir hamda mutaxassislarniki eng andisha qildig'ini hozir mavjud bo'lgan vaksinalar agar bu o'zgargan viruslarga unum qilmasa, bu vabo bir bo'lsa uzun muddatlik davom qiladigan bir ost xarakterlik vaboga aylanishi mumkin. Yana birisi bo'lsa shu dunyo miqyosida qaytadan qo'zg'alib, bo'libmi bak vaksina emlamagan rayonlarda o'tgan yilga o'xshash yana bir ig'ir balo ofatni keltirishi mumkin deb andisha qilmoqda. Hamda hozirga qadar mavjud bo'lgan shu vaksinalar ichida shu virus vaboni keltirib chiqargan virus bo'lgan unumi to'g'risida tadqiqot ilib berilgan. Ya'ni eng ko'p tadqiqot ilib berilgani shu Pfizer'ninki bilan Moderna'ninki vaksinasi, ya'ni mRNA vaksina bo'lib, bu vaksinaning har ikkilisi aslidagi turga 95% unum qilgan bo'lsa, yangidan chiqqan delta variantiga uninki unumininki nisbatan tuvan bo'ladiganligi doklad qilingan. Bu ko'rayotganinglar birisi sol tarafidagi Isroiliyaninki dokladi bo'lib, o'ng tarafdagisi Amerikaning dokladi. Sol tarafdagisida Isroiliyaninkida 39% unumlik deb qaragan, Amerikadagi tadqiqotlarimizda 88% deb e'lon qilgan. Hamda Isroiliyaning 39% deganidimi shu bo'lib bak ig'ir kasal bo'lish, bo'lib bak o'lib ketish nisbatiga, ya'ni o'xshashlar 88% dan 91% unumliki deyilgan. Ya'ni bu virus bilan yuqumlanish nisbati biroz yuqori bo'lsa-mu, ya'ni vaksinaning virus bilan yuqumlanishni saqlash unumi tuvan bo'lsa-mu, lekin ig'ir kasalga giribtor bo'lish, bo'lib o'lib ketishdan saqlash roli yanada yuqori. Hozir shu o'lib ketayotgan yoki bo'lmasa ig'ir kasal bo'lganlarninki mutlaq ko'p qismi vaksina emlamaganlar bo'lib, vaksina emlaganlarninki o'lib ketish, ig'ir kasal bo'lish nisbati yanada tuvan. Yoki bo'lmasa bundoqcha aytgan vaqtida vaksina urganlarning ichida ig'ir kasalga giribtor bo'lganlar, o'lib ketganlar nihoyat oz. Ya'ni mutlaq ko'p odamlar, ya'ni vaksina emlaganlar yuqumlangan taqdirdami nihoyat yengil bo'ladiganligi, tiz asliga keladiganligi ma'lum. Ya'ni vaksina urmaganlarga nisbatan vaksina urganlarniki kasallik alomatlarida nihoyat cho'ng farq bor. Ya'ni demak, vaksina asosan cho'ng jihatdan aytgan vaqtida yanala unumlik deb qarashga bo'ladi. Bu Germaniyaniki shu BioNTech degan shirkatiniki shu vaksina ijod qilishda alohida rol o'ynagan turk olimi bu shu vaksinaninki ikki qitim urib bo'lganligi qisqa vaqt ichida qaytadan urishninki ko'p hojat yo'q. Ya'ni u vaksina agar ikki qitim to'liq urgan bo'lsa, hozirgi virusga unumlik, yetarlik unumi bor. Ya'ni u vaksina emlagan odamni qo'g'day oladi. Shunga qaytadan urishninki hojat yo'q deb qarabdi.
Hamda Amerikada mushu 2 qitim vaksina urib bo'lganlar 3-chi qitimini urish zarurmi, zarur emasmi degan jihatda xili ko'p talash tortish bor. Ba'zilar urmasmi bo'ladi deydi, ba'zilar ursa yaxshiroq deydi. Ba'zi davlatlarda mushu yashanganlarga, ya'ni immunitet kuchi ojizlarga balkim 3-chi qitimliqini urish zarur deb qaraganlar bor. Amerikada bu haqda tehi aniq bir belgileme chiqqani yo'q. Amerikada hozir eng muhimi mushu tehi vaksina urmagan insonlarni cho'qim vaksina urishga da'vat qilyotidi. Bo'libmi bak idora organlarda cho'qim urishlar deb talab qilyotidi. Lekin demokratik davlat bo'lganligi uchun majburlashda yana biroz qiyinchilik bor. Shu sababdan mushu maska taqash ishini qisqa vaqt ichida qayta asliga keltirishi mumkin. Ya'ni hukumatniki mushu siyosatini, maskaga bo'lgan siyosatini qayta asliga keltirishi mumkin. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Bu vaboga qandaq bir pozitsiyada bo'lishimiz kerak degan vaqtida hayot davom qilish kerak. Ya'ni alayda andish qilib o'zimizning kundalik turmushimizga ta'sir yetkazishning hojat yo'q. Albatta hamma ish tamom, bu vabo tugadi deb bexastarlik qilishning hojati yo'q. Meningcha o'zimizning normal hayotiga ta'sir yetkazmagan ahvol ostida hayotimizni davom qilishimiz, tadbirlarni yetarlik alışımız, tedbirlerini ilişimiz, bırak bek endiş qilib özümüzninki ruhi keyfiyatımızga bisim keltirmasligimiz kerak deb qarayman. Çünkü bu vaba ahırlaşqını yo'q. Hem qachon ahırlaşıdı, unisi bizga ayon emas. Belkim bu yılning oxiri, kelar yilningki boshlarida, atyozlarda oxirlashishi mumkin. Balkim uzun muddat davomlashishi, ya'ni ost xarakterlik bir vaboga aylanib uzun muddat davomlashishi mumkin. Shunglashqa meningki qarindoshlarga tavsiyalarim hem hayotimizni amalda normal ilib davom qilishga tirishishimiz, hem bexastarlik qilmay ilish kerak bo'lgan tadbirlarning hammani ilishimiz kerak deb qarayman. Bu meningki qarindoshlarga beradigan tavsiyalarim. Bugungi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat, umrni uzun qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.